Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatib boruvchilari. Uchtaligimiz Farg'ona Toshloqqa razborkali holatda zakat berishgan. Chiroyli qilib mashinamizga yuklab qo'ydik. Egalariga yozib 1,5 soatda shu lakasi tashlashdi, yetkazib olib borib tushirib yig'ib beramiz. Bundan tashqari uchtaligimiz Toshkentga sotilgan. Gazlar ochilsa sraz chiqaraveramiz. Ikkitaligimiz tayyor, to'rttaligimiz ham tayyor. Birinchilardan bo'lib telefon qilgan insonga skidka narxida qilib chiroyli qilib kelishilgan narxda chiqarib beramiz. Xudo xohlasa undan tashqari darvoza, kazirok, barel, ограждение, решетка nima kerak bo'lsa, mana sezon keldi, quyoshlar chiqib ketdi. Chiroyli qilib Jidakepada ish faoliyatimiz chiroyli qilib yetkazib, so'novkalarigacha besplatni qilib beramiz. Uchtala qo'y quramizni Farg'ona Toshloqqa chiroyli qilib tushirib berdik. Joy zo'r. Qo'y qura ham zo'r bo'lsa kerak aka. Sizning fikringiz obunachilar uchun juda muhim-da. To'g'ri o'ylamaysiz? Men so'ramasdan video qilaman. Uzunligi o'sha 2,5, og'ilidan qo'y yiltigacha 180, yerdan balandligi 1 qirib, razborkali holatda bo'ldi. Nimagaki eshik oralik masofa kichkinaligi uchun razborkali qilib berdik. To'nni chochilib yoyiladi. Tagidagi taxtalar ham shu aytilgan listovar bo'ldi. Sasnamas, kerak emas. Ochib yopib ko'rishingiz mumkin. Suv paqirlarigacha udobstvasi bor. Xudo xolasa bu qo'ylaringiz bu mana sharoitda boqilayotgan aka. Mana qilib hali orqalari o'zini ana olib ketmaydi, go'ngidagi olib ketmaydi. Bu holatda akkuratni chotki boqasiz. Tagi balota bo'layotibdi. Aka, ma'qul keldimi? Ma'qul, rahmat. Buyurtmas bo'lsa rozi bo'lasiz, xizmatdamiz.